Mana qizlar yoqdim. Ko'pchiliginglar so'ragansizlar, mana bu yoqda o'chirib yoqasizlar baland past qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana tarafidan havo aylanyapti. Bu yoq lazerlardan o'sha suska bo'ladimi, butulka bo'ladimi, chang, bakteriya, mana shunaqa narsalarni yo'q qilib beradigan juda ham zo'r sushoka deydi menda. Shunaqa apparatda. Mana bunaqa o'zi nasatchkalari bor. Bularni hali qo'yib chiqishim kerak. Men bugun o'zi yoqib sizlarga ko'rsatib beraman. Mana nasatkalar juda ham ko'p. Bularni qo'yganinglardan keyin mana ustiga butulkalarni kiydirib chiqaverasizlar-da. Suska bo'ladimi, butulka bo'ladimi, shu bolaning hamma narsalarini dezinfeksiyalab beradigan narsa. Misol uchun suskasi yerga tushib ketsa birdaniga yuvib berasizlar-ku. Yo'q, o'shanda bakteriyalar yopishib olgan bo'ladi. Shunda bu yerga 5 minutga qo'ysanglar, bakteriyalarni o'ldiradi. Keyin suskalarni bemalol bersanglar bo'ladi. Bunday qilib yopib qo'yasizlar. Juda ham zo'r. Albatta oiling